Tak, alabay kuchuklarimiz sotuvga chiqibdi. 1 million. Narxlari 1 million so'm kami bor deyapti. 3 ta erkak. Agar zarur bo'lganlarga urg'ochi ham bor ekan. Ota-onasi ma'lum aka bular. Ota-onasi ma'lum. Ko'rsatib, ota-onasini olaverasizlar. Erkak ovchi it so'raganlarimizga kuzxar diratxarlar bor ekan. Bular nech puldan aka? 1 milliondan 1,5 oylik. 1 milliondan 1,5 milliongacha. Ota-onasi Holatlari zo'r, ota-onasi ma'lum. Ota-onasi ovchi aka bular. vali ketadi. Atsiko uno. Erkak aka bu yo urg'ochi? Urg'ochi. Nech pul aka bu? $100 1 million qilib beramiz. $100 1 million qilib beriladi. Holatlari zo'r. Mana toza zvanok so'raganlarga bor. 3 ta erkak, holatlari yaxshi. Narxlari 300 ming so'mdan. Labrador so'raganlarga labrador bor ekan. Yoshlari 1 yoshlardan sal o'tgan, holati yaxshi. Bo'g'oz dishyapti, narxi 1 million qo'yilyapti. 5 oylik erkak ovchi it so'raganlar uchun bor holati, rosa o'rgatishga tayyor. Buni ota-onasi ovchi aka. Ovchi, Ishlagan it. ishlagan. Ishlagan it. Holatlari zo'r. 1 million so'm kami bor, kelishamiz deyishlar. Qo'yvorlar yuribdi bozorda. Mishq so'raganlarga ham mishqchalar hadiyaga deyishyapti. Aloqaga chiqib bermosalar ham bo'ladi. Holatlari zo'r. Aka zoti qanaqa buni? Alabay. Zoti alabay. Narxi Narxi $200 deyapsiz kami bor. $300 kami bor. Nech pul bilan bitadi ish? 2 ga bo'lsa beraveramiz. 200 ga bo'lsa beraverasiz. Necha oylik bu? 2 oylik. 2 oylik? Yo'q, 2 oylik egasi ham olib kelmadi. Bo'ldi.